Diqqat, shoshilinch xabar. O'zbekistonda hafta boshidan qanday ob-havo bo'lishi ma'lum qilindi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar, tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, video rolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. O'zgidromet 22 dekabr kuni uchun ob-havo prognozini e'lon qildi. Unga ko'ra, Toshkent shahrida havo o'zgaruvchan bo'ladi, yog'ingarchilik kutilmaydi. Harorat kechasi va ertalab tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalaklar yuzaga keladi. Harorat kechasi 3-5 daraja sovuq, kunduzi 4 daraja sovuq bo'ladi. Qoraqalpog'iston Respublikasi va Xorazm viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi, ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Harorat kechasi 1-6 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Buxoro va Navoiy viloyatida havo o'zgaruvchan bo'ladi. Ba'zi joylarga biroz qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Ba'zi joylarga yaxmalaklar kuzatiladi. Havo harorati kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Toshkent va Sirdaryo viloyatida yog'ingarchilik kutilmaydi. Ba'zi joylarda yaxmalaklar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Samarqand va Jizzax viloyatida havo bulutli bo'ladi. Ba'zi joylarga qor yog'adi, tuman tushishi mumkin. Ba'zi joylarda yaxmalaklar kuzatiladi. Harorat kechasi 2-7 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi. Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatida ba'zi joylarda yog'ingarchilik, yomg'ir, qor bo'ladi. Yo'llarda yaxmalaklar kuzatiladi. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 2-7 daraja iliq bo'ladi. Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatida ba'zi joylarga tuman tushadi. Yog'ingarchilik kutilmaydi. Ayrim joylarda yaxmalaklar kuzatilishi mumkin. Harorat kechasi 0-5 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja iliq bo'ladi. Respublikaning tog'oldi va tog'li hududlarida vaqti bilan qor yog'adi. Ba'zi joylarga tuman tushishi mumkin. Yo'llarda yaxmalaklar kuzatiladi. Tog'li hududlarda qor ko'chish xavfi ham bor. Harorat kechasi 8-13 daraja sovuq, kunduzi 0-5 daraja sovuq bo'ladi, deyilgan xabarda. Bizni kuzatishda davom eting. So'nggi yangiliklardan har doim boxabar bo'lishligingiz uchun like tugmachasini ham bosib qo'yishni unutmang.